Assalomu alaykum hurmatli chorvadorlar. Bugungi obzori xudo xolasa Sho'ro bozordan qilib beramiz. Bugungi videolarimizning homiysi Chorva Max yemlari. Mana mashina ko'rsatgan. Tarozga olishibdi 59 mingdan bo'libdi tarozga. 494 kilo kelibdi. Bu bozor mol zo'r kelyapti lekin. Va alaykum assalom. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Bu kimdan ekan bu? Bu ham zo'r narsa ekan. Sizlardan emasmi bu? Oka mashina savdo qilyapsizmi? Salom alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqasiz? Nech pulga tushdi? 62 mingdan berinman, skidkasi yo'q, tozasiga. Sotyapsiz. Olyapman. Ha, 62 dan so'rayapsiz. 63 deyaptilar. Bozoringizni bersin. Bu mamkin sizdanmi aka bu? Bunisi ham sizdanmi? Nech pul bunisi? Oyoqda nech pul deyapsiz nargin? Tepma bol. Bozoringizni bersin. Mamilsicha bu ham sizdanmi qizilar? Sizlardan emasmi bu aka? Nech pul so'rayapsiz? Assalomu alaykum. Nuqulman syomka qilib ketasiz, men og'aynilarim menga tashyapti. Men molli syomka qilaymi? Bo'ldi, molli syomka. Nech pul deyapsiz? 65 ming. Oyoqda nech pul so'rayapsiz? Qarab. Bozor maqulmi? Naq qildim. 62 ming qildi. Orasiga bozoringiz bersin. Bu sizdanmi? Buni nech pul deyapsiz aka? Bunisi nech pul deyapsiz? 63 ming qildi bermadi. 64 mo'ljali. 64 bo'lsa berasiz. Bozoringizni bersin. Yaxshi buqayga. Bu kimdan ekan ham qizil? Mana akam. Aka nech pul deyapsiz buni? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 65 so'ram, so'radim. Oyoqda-chi? Oyog'ida 50 so'ram. Narx qilishdimi aka? 63 dan bermadik. 63 dan bermaysiz. Bu tayyor narsa ekan. Bozoringizni bersin. Bu ola kimdan ekan? Aka sizlardan emasmi bu? Nech pul so'rayapsiz buni? O'saychi xo'jayin, o'saychi. 40 million deysizmi? Yaxshimisiz? 40 million deyapsizmi? Bozor nech pul qildi aka? 35 ga bermabdilar. Taroz tortmaganmisiz? Ko'ring shuni. 600 tl kelib qolsa kerak, 600 tl kelsa kerak. Sizga tushadi, o'saychi. Aylanib Aylanma bakiri. bozoringizni bersin. Bular sizdanmi aka? Nech pul so'rayapsiz? Yaxshimisiz, so'msiz? 45 ga 42. Mana 42 ming so'm. 62 yarim tarozga qoldi. Zo'r bo'lgan, bo'yni uzunligini qarang. Oyog'ida nima qildim buni? Yemagan. Zo'r ekan zoti bor. Bo'yni uzun bo'lgan. Bu nima qildi? 35 million bermadingiz. Mana buni 35 millionga bitmabdi bu. Aka sizdanmi buni? Nech pul so'rayapsiz? 42 million so'radim, kami bor. Nech pul qildi buni? Taroziga 60 mingdan qotdi. Beskitga. Bering to'g'ri kelsin, to'g'ri kelmayapti. Bozoringizni bersin. Bu qora kichkinachi? Ha, aka. Sizdanmi aka bu? 35 million so'rayotgan ekan. Nech pul qildi aka? Buni taroziga qo'yib 63 ming. 60 dan bermabdilar buni. Yaxshi bo'lgan. Bu kichkina ham sizdanmi? Buni nech pul deyapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 24 million qilishdimi? O'zingiz charchamasdan. Rahmat. Mana kichkina 20. Rahmat. 24 ga bitmabdi bu kichkina. Jonivor qalin narsa ekan kichkina bo'lsa ham. Bozorimda bersin. Zalar. Kelavimi? Ha, Nech pul deyapsan? 28 so'ramiz. 28 mingga bozor nima qilyapti? 44 qot keladi. Kelavini ne bermading? 44 to'g'ri kelmadim. Mana baraka. Bozoringni bersin. Aka buzoqcha nech pul ekan buzoqcha? 16. Nech pul qildi bozor? 13 dan 26. 10chini bozoringizni bersin. Buni sotdingizmi aka? Assalomu alaykum. Sonlarda Qanaqasiz, sizmisiz? sotmadim. Nech pul deyapsiz buni? 53 qot keladi. Kelavini 53 qotda.
Ne bermadi, to'g'ri kelmadim. Xohlasan. 54 mi bo'ja? Bozoringizni bersangiz zo'r bu qolagan kelib ham. Mana sizlardan emasmi? Kimdan ekan bu? Egalari yo'q shekilli. Sizdan emasmi aka, bu kimdan ekan? Mana bu oq yaxshi ekan, jonivori. Salom. Zo'r bu qolagan. Qalaysiz? Nech pul qilyapsiz buni oqqa? Treyminda. Yaxshi mol ekan, nech pul qildi bozor? Yana 5 gacha qilishdi. Salom. Zo'r bu ekan. 25 to'g'ri kelmadimi? Zo'r ekan, ha, boqqan odam baraka topadi. Sizlardan emasmi bu olalar? Nech pul ekan mana shu? 25 kam bor. Kami nech pul? Mayli, bozor. Nima qildi bozor? 21,5 qot. To'g'ri kelmadimi? 22 mi bo'ja? Xudo xolasa bozor. Bozoringni bersin, 23 ga sot. Bu shved kimdan ekan shved? Zo'r narsa ekan. Savdosi bo'lyapti mana bu yoq qaramasangiz. Bo'ldi. Nech pul bo'lyapti? Mana savdo bo'lyapti. Ha, nech pul qilyaptilar? 30 milliondan o'tib berdimi? Mana buni. O'zi oldi demi shunaqa. Yosh narsa ekan, jonivor o'zi ham katta narsa bo'ladi. 30 millionga bermayapti, xullas. Yo'q, mana yoqda qanchadan ham savdo bo'lyapti mana. Bu yoq savdosi bo'lyapti. So'rdan ko'r, mollosi bor. Nech pul qilyapsiz? 30 million 500 ga chiqibdi, bitmayapti. Egasi 32 bergin deyotgan ekan. Yaxshi. Bular kimdan ekan? Sizdan emasmi? Yaxshi. Salom. Hamma qanaqasiz? Sog'liq, charchab qolgansiz? Yo'q, yo'q, o'zi yaxshi. Sizdanmi? Nech pul olasiz? Yaxshi mol ekan-ku, niye sotmaysiz uni hali ham? Buni xaridor ko'p bo'ladi, bunaqa buqalar. Xaridor? Past so'rayapti. Nech pul so'radi? 61dan 62dan to'g'ri yo'q. 63 gacha ko'rdim shunaqasi. 63 bo'lsa qo'yaman. Yo'q 65 dedim. 64 desam mana Samarqandliklar qiyshaydi. Oyog'ida nech pul qildi? Oyog'ida 33 qilyapti. 33 ham yomon bo'lmagan ekan. Bermadim. Tortganmidingiz? 500 kilodan oshiq keladi. 33 bo'lganda sizga yetganingizdan sal yaxshiroq bo'lar ekan agar shunaqa bo'lsa. Bozoringizni bersin. Omon bo'ling, omon Soting. bo'ling. Mana shu qo'ylar sizdan emasmi aka? Assalomu alaykum. Hammamiz manikan ikkitasi. Manmi? O'zingiz boqqanmiz? O'zim boqqanman. Tog'ora bo'lib qolibdi orqasi bilan. Nech puldan deyapsiz? 2000 dan 4000 deyapman. Bozor narx qildimi? Buni tarixi yaxshi taniysiz egasini. Rustam taniysiz Kashtanni? Chimkentlik. Eshitgansiz? O'shani Qo'shqorni bo'lasiz, Kashtanni bo'lasiz. Yo'q, bularni qancha boqdingiz? Men 4 yildan beri boqaman ermayman. Bularni hozir endi olgan odam go'shga oladi-da. Qochirishga ko'ramiz endi. bilqillab ketdi-yu. Qochadimmi? Narx qildimi aka? 80 dan bermayapman aka. Tarozga 80 dan bermayman. arzonda 80. Qo'ylar tushib qoldi, ani kunlar 90 dan Men ko'p yo'q edi. ko'rsataman sizga polni. Instagramda. Bular ancha boqdingizmi? 4 yildan beri boqaman. Bo'ja bolasini oldingizmi? Yaxshi zo'rlig'im yo'q edi. Ha. Shuning uchun Bozor narx qildimi hozir? 80 dan qolibdi, Yo, bermayman. oyog'ida. Yo'q, yo'q. Tortgan bo'lsangiz Qochinglar, kerak. Mabodo qiziq qalla bo'lsa, Mana shu bitta qo'ying. Ha. Yana bor Ha. kichkina ular kichkina. Ha. Xudo xolasa. Nomeringizni ayting, qo'yib yuboramiz. 97lik 97lik 719 719 9220. 92 20 ekan. Bo'ldi, mana shu qo'ylar kimga qiziq bo'lsa hozirgi nomerga qilsanglar, bundan ham zo'rlari bor ekan akamlarda. Aka, bozoringizni bersin. Sog' bo'ling, alhamdulillah. Ha. Buni bilmadingizmi? 13 uzun qo'y ekan. 13 million so'rashayotgan. Shunda ham yomon emas shiras. Uzun qo'y ekan jonivor. Sizdanmi? Nech pul qildi aka? Yaxshi narsa ekan bu. Bozorni bersin. 5 minutda o'chirib turibsan. Assalomu alaykum. Sotdingizmi, oldingizmi? Yo'q, bu sizdan emas. Bu sizdanmi aka? 65 ming tarozi so'rayapti. Buni bermadi deydi. 62 ming bermadi. 62 mingdan bermabdi, 65 so'rayapti. Mol semiz ekan jonivor. Assalomu alaykum.
Qanaqasiz siz? Nima bo'ldi qo'lingizga? Ozgina falokat bo'ldi. Xudo shifo bersin. Buni nech pul so'rayapsiz? 65 dan oldim. Nech pul qildi bozor? 62. Mashina ko'rsat, nech puldan berdi? Ketdi aka. 63 dan tarozga. Nechta keladi? 430, 440 tami yo ko'proq kelarmikan? Yaxshi buqa ekan. Sizdan emasmi aka bu? Yaxshi ekan, mana shu ham ancha pishiq buqa ekan. Narxini bilmadingizmi? Mana buni sizdan bo'layotganingiz. Bu nech pul deyapsiz? Bunga nech pul so'rayapsiz? 32. Nech pul qildi? 32 so'rashayotgan ekan. Salom alaykum. Yaxshimiz. Buni sotdingizmi aka? Nech pulga berdingiz? 63 dan bo'ldi. Nechta keldi? 511 ta. 511 ta kelibdi, 63 dan beribdilar. Bozori narxi bo'pti, zo'r buqa ekan. O'zingiz boqimsiz? Ha. Yaxshi ekan jonivor. Qalin ekan. Bu sizdanmi bu qora kimdan ekan? Mandan. Hech mi so'rayapsiz? Assalomu alaykum. Salom alaykum. To'g'ri so'rayapti aka. Jonivor begemot bo'lib qolibdi-ku. Qancha boqdingiz? 63. 64 bo'lsa olingda. Lekin qancha boqdingiz shuni? 8 oy. O'zi ham ko'rinib turibdi, rosa uzoq boqilgan. Savol javob qilib men ham oboraman. 64 olman, 63 so'rayapti. Zo'r boqib qo'yibdilar. Qani Boqilgani zo'r. jonivor begemot bo'lib qolibdi. Uzoq turibdi-da endi. Toshiga ham kelaveradi. O'zingizdachi nima deb tavsiya beradi? O'zingiz yemingizni o'zingizdan boqasiz, qanaqa rezultat? Aka, yaxshi rezultat yaxshi bo'lgani uchun shuncha molni o'tdi. Yo'qmasa Xonada bormi? bizada bot ochilgan, o'sha bot orqali yani fast foodlar yetkazib beriladi-yu. Xuddi shunaqa yemlar xonadonga yetkazib berilyapti bot orqali. Zakaz qilsa bu. Ha, faqat dastlabki bor. O'shunaqa ishlanyapti. Nomer qo'yamiz. 33lik 200 200 00 00 33 sotuv bo'liminiki bu. bemalol necha tonna zakaz qilib. Bemalol. Xudo xolasa baraka topishadi yemlarda. Sizda olingan yem, masalan, mana bu qo'yib beramiz. Yog' ishlab yormaydimi? Yo'q, unaqa bo'lmayapti. Bizada yemlarning proteini baland bo'lgani uchun go'shtga ishlayapti. Mana o'zimizni ham so'yibamiz, ertini shu qilingan videolar bor, ertaga chiqadi. Hali ertini chiqqanda hammasini birma-bir ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Necha yillik tajribangizdan kelib chiqib qilish shu ish? 30 yil bo'ldi. 30 yil. Ha. 30 yil bo'ldi. Xudo xolasa. Yiqilganingizdan bor. Ya, u siz bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ya, o'sha yiqilganingiz uchun shunaqa kelib turamiz. U siz hamma ish shu-ku. Aka, salomat bo'lasiz. Ishlaringizga omad. Zo'r olibsiz. 64 dan tarozga baraka bo'pti. So'ysiz kerakmi? So'yasizmi? Qora oyimiz nechtadan bo'ldi, aka? Qorani ham bu jonivor ostini qarab ko'rsatgan osilib ketdi-ku, 63,5 dan bo'pti. 530 536 ta kelibdi. Vaqti qattin boqilgan ekan, lekin ostini qarab jonivorni. O'zi ham hali uncha import mollarga dam berib qo'yadi. Mana buni ko'rsat, 63 dan tarozga bo'pti. Oy, boshqatdan olib kiring. Jonivor rosa yetilibdi bu ham. Nechta? 650 ta bormi? 655 ta ekan-a? Nechta? 655 ta. To'xtamayapti. Nech puldan bo'pti aka? Aka oldingizmi buni? Nech pul bo'ldi? 63 mingdan baraka bo'pti mana shu. Ha. Yaxshi insonlar ekan. Bu ham semiz ekan jonivor. 60 ga chiqib, men qaradim deydi, yoshasi.
ishlarga Ya yoqda qolasa sizni yuzga man nima kiradi. yaxshi ko'raman bilasizmi? Sizda kontent kuchli-da. Bolamni deb qo'yasiz, bundan ushlab qo'yasiz. Ayniqsa tep qo'yishlar yomon deb qoladi. Chidayveraman deb. Chidayverasiz. Vallahi hurmat qilamiz dedi. Mana shu 63 dan bo'pti, bu ham qatang'i semiz degan jonivor. Qara, qo'rg'alar taralib qopti. Aka, mashina savdo qilyapsizmi? Yo'q, bilishmas. Naryad. Bu kimdan ekan bilmadinglarmi? Narxini ham bilmadingizmi? Yo'q. Jonivor zo'r ekan, bu ham katta narsa ekan. Aka, tarozga oldingizmi buni? Nech pul bo'ldi bu? 63,5. 63,5 mingdan mana bu oli tarozga bo'pti. Eti ham yaxshi ekan jonivorni. Sizlardanmi bu? Ko'rsatgan. Aka, nech pulga chiqdi masha? Assalomu alaykum. 1 millionga sotildi. Oyog'ida 50 millionga bitdimi, bitmadimi? Sotildi. Sotilibdi 50 million. Bu nech pul bo'ldi? 60 mingdan. Nechta keldi? Assalomu alaykum. 60 mingdan olibsiz. Siz oldingizmi? Biz sotdik 4 ta. Yaxshi beribsiz. Sotdingizmi? Yaxshi beribsiz. Foyda chiqdimi aka? Bo'ladi. Ha, 50 millionga sotilibdi bu. Semiz narsa ekan, so'yishga olishdi menimcha. Aka, bu 4 ta sizdanmi? Narxini bilmadingizmi? Assalomu alaykum. Arqonlarni yig'yapsiz. Ket. Nech pulga berdingiz? 29 million. Assalomu Ey boy, alaykum. tarozga bo'lgani qanaqasiz Yo'q, siz? buni oyog'idan oldim. 29 ga hozir tarozga qo'yib ko'rishdi. 500 Olgan erkin ekanga berdim. Lekin juda qalin ekan. qalin, Uncha moldan qarang, qalinligini. Ishdan oldim. Ha. Bular sizdan emasmi aka? Nech pul qilyapsiz buni? 63 mingdan qo'y. Mana buni o'zinimi? 4 talov bitta odamniki shekilli. Yaxshi. 60 dan bermayotgan ekanlar. Bozorda bersin. Ha, yo'q, bizni rosa kalta yedi u moldan. Mash tepadigan mashinada Buni ehtiyot qiling unisini. Bu opasniy ekan. mana shamillar qo'ydi. Ha, yo'q, opasniy olagan. Yigirma olti, hozir tortib ko'rasiz. Nechta 450 ta kelib qoladimi? Yaxshi olibsiz 26 ga katta narsaga. Assalomu alaykum. Siz u misolga qanaqasiz, ishlarsiz bo'ptimi? Ha, yaxshi ekan, 26 yaxshi bo'pti. Ha, semirsa ham chiroyli semiradi. Shunda ham zot qoni bor-da. Bor. Ha. 26 ga olibdi, menimcha bir 450 ta kam kelmasa kerak. Men buni olib ko'raylik, men bilmadingizmi? Yo'q, mana savdo bo'lyapti. Masha. Aka, men bu oq savdo qilyapsizlarmi? Men bu oq savdo qilyapsizmi? Nech pul qilyapsiz? 60 ming, 60 ming. Tarozga. Mana men 60 dan so'rashyaptgan. 60 ming qilishyapti, bermayaptilar 60 dan. Yaxshi bu qo'ygan. Bu nech puldan bo'pti? 509, 508 ta ketdi. 33 million 250 ha? 33 million 250 ming yo'q. Nima Tailand? Qora nech pul bo'ldi aka? Bilmasa ekanlar. Tortgan olib kelyapsizmi? Ko'rsat 26 ga olinibdi. Voy, sekin. 505 kilo. Qimmat bo'lib qopti-yu. 250 deyapti, 33 million 250 deyapti. 65 dan 63 dan zo'ri bo'pti. 450 teganda. Ha. Bo'ldi, ketdi. Ola nech pul bo'ldi aka, ola? Bu ola nech pul bo'ldi? 63 dan yaxshi bo'lagan. Siz oldingizmi aka? Yaxshi narsa ekan 63 dan. Nechta 60-70 ta keladimi? Kelsa kerak. 70 ta kam kelmasa kerak, jonivor. Qochqa ekan o'zi ham. Sekin tepma molni. Voy, ana. 82 ta yurib ketdi. 63 dan bo'ldi.
Aka buni sotdinglarmi? Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Aka qanaqasiz? Oldingizmi sotyapsizmi? Bermayapti kaparalardan berdisan. Kapara qildingizmi? 63 ming. 63 ming, ha. Ol pul. Chiroyi bor ekan ham oldi. Necha pul? 64 deyapsizmi? 65 ming bo'lsa. 65 dedim endi. Hojaga yaxshimi so'zi? Bozorchi mam qizil kimda? Buni egasini 62 ming bilmadim. bo'lgan. Uni rosa boqib qo'yibdi-yu. Yo'q bo'lgan. Shu an aytaman, bu dumba savoribdi. 62 mingdan bo'pti. Bu ham 550 ta kelib qo'ygan bo'lsa kerak. Men buni bilmaysizmi kimdan ekan bu? Juda katta mol ekan. Men katta mol sizlardan emasmi? Narxini bilmadinglarmi? Mana bu. Mashina ham ko'rsatgan, jonivor yaxshi boqilgan, buqaygan mashina. Sizdan emasmi aka bu? Necha pul ketdi bilmadingmi? 864 kilo. 864 ga necha pul berdi ekan? 63 ming berdi. 63 mingdan beribdi, 864 kilo ketdi. Baraka topsin. Qizil sizlardan emasmi? Necha pul ekan? Bozor nima qildi? 33 ming. Bermading. Tarozga nima qildi? Tarozga 61 dan berdi. 60 arzonroq qilibdi ozgina. Ben qora kimdan? Yo'q, egasi. Dargisi. Bu ham zo'r. Anu sandanmi narga? U necha pul? 45 ming. Uni necha pul qildi? 41 million berdi. 41 ga bermading. Tortib ko'rganmisan? Yo'q, tortib. 41 yaxshi emasmi? Bozoringni bersin. 41 ga bitmabdi mana bu qora boru. 41 yaxshi qilibdi bu molni. Bilmayman nimaga bermabdi. Mana buni ko'rsat. Juda qattiq semiz ekan. Mana buni qarab, bu ham dumba savordi. Sizlardan emasmi aka bu? Sotdingizmi? Necha pul so'rayapsiz? 45 million. Bozor nima qildi? Bozor 38 million. Taroz qo'yib ko'rmadingizmi? Qo'yildi hozir. 50 tosh ekandir, 650 tosh. 613 million. 613 mi? Kilo olmabdi-ku, shuncha holiga kilo olmabdi jonivor. 613 ta kelibdi, 38 ga bitmayapti. Bozorini bersin. Aka yaxshimisiz o'zingiz? Ha, yemli. Ipodrom bilasizmi? Ko'zgayidan o'tsangiz 1 kilometrga 10 qo'lda joylashgan. Sizga sotuv bo'limi nomerini bering, telefon qiling. Uncha dastlabkani ham amalga oshirib berishyapti. Yozib oling. Ha? Ipodromdan postda o'tganingiz ozginadan keyin. Salomat bo'lasiz.